1959 yılı Amerika U-2 çarlıqçı aeroplanda paydalanıp Sovet İttifaqının kapısıcın yer deydiğen məxfi bazılına rəsm tatqan. Ulanın məqsidi olqasa Sovet İttifaqının yadro qurallarının eniq orunu tepişdi. U-2 çarlıqçı aeroplan bu yana neçə min parça rəsm tatqan. Bu rəsminin arasında edimni ən heyran qaldırdığını olqasa mana bu rəsm. Əgər mənim burunlik filmlərimni görüb baxan bolsanız bu rəsm sizə tunuş görünətamdı. Nimişqa yadro quralını tədqiq qıldıqan sınaq meydanında bodaylıtga g'ayir çemberekning shekli var. Əgər bugünkü bu filmni seyirib o'tib ketsiniz balkim ən qiziq mezmunda quruq qalishingiz mumkin. Bu filmda biz Sovet İttifaqının 51-rayon bilan tanishib chiqamiz. Emsa filmni ko'rishdan burun bir tal yurak besitib manga ashvelishdan hargiz unutilib qolmang. 1948-yili 6-ayning 19-kuni Kapısıcın yarının osmonda bir g'ayri uchar jism tuyuqsiz paydo bo'lgan. Sovet İttifaqı bu Amerika taraf yo'llagan teshkirish hisobi o'xshaydi deb shu vaqtdagi eng tez aeroplan MiG-15 dan naq maydonga yo'llagan. Lekin naq maydonga borgan 2 yil aeroplan osmonda nihoyat cho'ng bir sigar shakllik noma'lum uchar jismni ko'ribdi ekan. Ular ko'rganlarini yuqoriga doklad qilgandan keyin yuqori taraf bu cho'qim boshqa davlatlarning teshkirish hisobi deb puchuqchilarga bu narsani etib tushirishni buyruq qilgan. MiG-15 buyrug'ini topshirib olgandan keyin bu uchar jismga hujum qilishni boshlagan. Boshqarilgan bomba bu uchar jismga tekka shu zamatla nihoyat kuchli nurdan birini qo'yib berib MiG-15dagi barliq elektr saymonlarning hammasini bekor qilib etgan. Shunday qilib sigar shakllik noma'lum uchar jism bilan MiG-15 aeroplan Kapısıcın yarga 10 kilometr keldigan bir o'rmonlikqa tushib ketgan. Qutqizish atirti naq maydonga borgandan keyin nihoyat hayron qolgan. Ham bu narsa cho'qim insonlarga tava emas deb hukm chiqargan. Chunki naq maydonda noma'lum uchar jismning partisidan sir insonlarga tava bo'lmaydigan noma'lum jonliqni bayqan. Naq maydonni bayqan barliq narsalarni Kapısıcın yar bazasiga ekitgan. Ham bu yerda yuz bergan barliq ishlarni KGB tarafdan eng yuqori darajalik maxfiyatlik deb mangu pechetlib etgan. Deyishcha bu voqeadan keyin Sovet İttifaqı noma'lum uchar jism tashkilot odamini tadqiq qilishni boshlab ekan. Keyin 1960-yili Sibiriyada bir taxs shakllik noma'lum uchar jismni qaytirib kelibdi ekan. Bu uchar jismning uzunligi bo'lib qolsa 23 metr, egizligi bo'lib qolsa 6 metr kelgan. Bu ishni 2024-yili 11-ayning 15-kuni ochilgan UAP isbotlanishig'ini tilga olgan. Amsa bunda uchurilni ular nerdan qabul qildi? 1972-yildan 1984-yilgacha Vasiliy Mitrogin o'zining xizmatidan foydalanib bu hujjatlarning hammasini torda setib etgan. Sovet İttifaqida yuz bergan bu voqea 1947-yilda yuz bergan Roosevelt voqeasi bilan nihoyat o'xshaydi ekan. Amerikada nihoyat sirliq bo'lgan 51-rayon bor. Deyishcha bu yerda noma'lum uchar jism tashkilot odamini tadqiq qilgan bir maxfiy baza ekan. Sovet İttifaqida bo'lsa Kapısıcın yer deydigan yer bor. Bu yermi naqli noma'lum uchar jism tashkilot odamini tadqiq qildi ekan. Mayli 51-rayon bilamdi, Kapısıcın yer bilamdi. Bu ikki joyning atrofida turadiganlar doim osmonda noma'lum uchar jism ko'ralaydi ekan. Sizningcha bu bir tasodifmidi yoki bir-birini qo'rqitish uchun biz tashkilot odamning uchar kemalarini qaytirib keldik deganmidi? Yana bir edemni hayron qoldiradigan yer bo'lsa, Amerika bilan Sovet İttifaqı ayni vaqtda o'xshash oy shari qiziq qolgan. Ham ikkili davlat oy shari chiqish planini o'ttirib qo'ygan. Xuddi oy sharining tubida ma'lum bir narsa bor. Kim avval u yerga borsa, shunga tava bo'ldigandekla. Mana bu yerda oy sharida bayqan uch ko'zlik tashkilot odamning hikoyasi chiqadi. Agar buning qiziqadigan do'stlar qolsanglar, bosh betimni besib, burunlik filmlarimni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Bu to'g'riliq mezmunni men bir qatim so'zlab bo'lgan. Agar Sovet İttifaqının mishda sirliq hikoyalarini davomli anglig'im bati deydigan do'stlar qolsanglar, bu filmga bir tal yurak besitib, o'xshash inkoslarga 9 ga raqam yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Kilarksanda davomli KGB'ning eng yuqori darajalik maxfiy hujjatining ichidagi hikoyani so'zlab beraman. Sizlar hozir ko'rib turadigan bu odamning ismi bo'lib qolsa Vasiliy Mitrogin. Bu odamning qilgan ishlarini anglab bo'lgandan keyin siz cho'qim hayron qolasiz. U 1972-yildan tortib 1984-yilgacha Sovet İttifaqının KGB deydigan maxfiy tashkilot ishlagan. 1991-yili 26-kuni Sovet İttifaqı parchalanib ketgandan keyin bu odam o'zining xizmatidan foydalanib Sovet İttifaqının necha millionlagan maxfiy hujjatlarini yuqori bahoga chiqargan odamlarga setib etgan. Bu hujjatlarning orasida Sovet İttifaqı kashf qilmoqchi bo'lgan maxfiy qurollardan sirt eng odamning textini tortgan bo'lsa noma'lum uchar jism munosabatlik materiallar. Bugungi bu filmda biz Sovet İttifaqı xotirlagan noma'lum uchar jism voqeasini ko'rib boqaylik. Emsa filmni ko'rishdan burun bir tal yurak besitib manga ishilishni hargiz unutilib qolmang. 1986-yili 1-ayning 29-kuni Rossiyaning sharq qismida joylashgan bir kichik qand qizish bozorida necha yuz odam tang vaqtda osmonda bir o't to'pining taqi sug'lab ketganini ko'rgan. Ulardan biri aeroplan tushib ketgan o'xshaydi deb naq maydonga borgan. Lekin naq maydondagi o't ahvoli nihoyat ig'ir bo'lg'achqa, ular amalsizlikda bu ishni yuqori tarafga doklad qilgan.
qilgan. Bu yakkacha nayt normal bo'lgan. Lekin eng g'ayri yer bo'lsa, bu bozordagi 127 odam bilan maxfiyatlik kelishimnomasi imzolagan. Ham ularga qattiq eskartgan, bugungi ko'ygan barliq narsalarni hech kimga desanglar bo'lmaydi deb. Bu materialda deyishcha bu yak tushib ketgan aeroplan emaskan, balki bir noma'lum ucharsim. Sizlar hozir ko'rib turgan bu ko'rinishlar bo'lsa, shu vaqtda tortgan film ekan. Diqqatroq qilib qarasanglar, rostdan bir noma'lum ucharsimni tez ko'rayotgan ko'rinishni ko'ra oladigansizlar. Bu filmning rost yoki yolg'onligi aniq emas. Shuningdek bu film to'g'riliqmi bekchiq so'zlab ketmaylik. Bir qism odamlar balkim bu hujjatda xotirlangan barliq mazmunning hammasi yolg'on bo'lib qolishi mumkin deb o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ygan. Emsa buningdami ishonchlik voqealar yuz berib baqqanmi? Albatta yuz berib baqqan. Bu ayolning ismi bo'lib qolsa Marina, Rossiyadagi eng donglik uchuvchining birisi. O'zining uchish hayotida yuzdan ortiq rekordni yaratgan. 2003-yili o'zining tarixidan foydalanib noma'lum ucharsim degan bu kitobni yozib chiqqan. Bu kitobning ichida 3000 dan ortiq o'z yo'liqqan noma'lum ucharsim voqeasini xotirlagan. Buning orasida o'ziga eng ta'sir qilgan voqea bo'lib qolsa, bir qatimliq uchish vazifasini o'rnatgan vaqtida u aeroplanning yanida nihoyat cho'ng bir 3 ballonlik noma'lum ucharsimdan birini ko'ribdi ekan. U deyishcha bu narsa shakl jihatdan bo'lamdi, yo bo'lmasa ishlatgan material jihatdan bo'lamdi. Odamga bergan tunji tuyg'u bo'lib qolsa, bu cho'qim insonlarning narsasi emas. Marina o'zining ko'rganlarini yuqori tarafga doklad qilgan, lekin yuqori tarafdan bu to'g'riliq hech qanday inkoslar qaytmagan. Shuningdek u har qatim noma'lum ucharsimni yo'liqqan vaqtida kulli xotir yezib mangdi ekan. 2003-yili noma'lum ucharsim degan bu kitobni yezib chiqqan. Agar qiziqadigan do'stlar qolsanglar bu kitobni ko'rib boqsanglar bo'ldi. Uningdan sirt nurg'ilgan do'stlarda bir xato hukm bor ekan. Bu tashkilotlarda odam noma'lum ucharsim Amerikada yuz berdi deb. Agar sizmi mishna o'ylagan bo'lsangiz, boshqa filmlarimni ko'rib boqsangiz bo'ldi. Men bu Amerikadan sirt yana nurg'ilgan davlatda yuz bergan noma'lum ucharsim voqeasini so'zlab baqqan. Aslida bu noma'lum ucharsim voqeasi Sovet ittifoqi bilan Rossiyada anjiq yuz berdi. Emsa nimishqa biz Amerikada yuz bergan voqeani bekroq esimizda tutib olamiz. Oddiroq qilib tushundirsam, Amerika tashkilotlarda odam to'g'riliq kinolarni chiqroq ishlagan. Shuningdek bizga noma'lum ucharsim tashkilotlarda odam faqat Amerikada yuz berdi degan xato hukm paydo bo'lib qolgan. Lekin esingizda chang tuting. Tunjulab olam chiqqan davlat to'pqasi Sovet ittifoqi. Uningdan sirt Sovet ittifoqida nurg'ilgan odamni hayron qoldiradigan voqealar yuz berib baqqan. Agar bu yerdagi sirliq voqeani so'zlab bersangiz deydigan do'stlar qolsanglar, bu filmga bir tal yurak bezi yetib inkoslarga 9 ga raqamni yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. Agar odam sal jiqroq bo'lib qolsa, kelarki sanda Sovet ittifoqining oshkorlanib ketgan maxfiy hujjatlarning ichidagi sirliq voqeani sizlarga so'zlab beraman. Qadimki Misrni tilga olsak, sirliq Aligramdan sirt yana bir narsa odamni nihoyat hayron qolg'izdi. U bo'lsa sirliq mumiya. Lekin nimishqa qadimki Misrliklar bunchaloq mumiyani yasaydi? Bu hozirgacha bir yeshilmas sir bo'lib qolgan. Bugündagi bu filmda sizlarga mumiyaning hikoyasini tafsiliy so'zlab beray. Emsa filmni ko'rishdan burun bir tal yurak besi yetib manga yashilishni hargiz unutib qo'ymang. Misrning rivoyatida mana bir hikoya xotirlagan. Bu hikoyani to'liq anglab bo'lganingizda cho'qim hayron qolasiz. Qadimki Misrning tunji faravonsi bo'lib qolsa, Oshilisi degan odam. Oshilisining inisi aksining podshohligini ko'rib, aksini qislib o'tirayotgan. Ham aksining jasadini 14 parcha qilib, Misrdagi 14 yerga yoshirib qo'ygan. Oshilisining oila necha yil vaqt sarf qilib, oxir yoshirib qo'ygan 14 jasad parchasini bir yerga kelgan. Ham Misr tarixidagi tunji mumiyani yasab chiqqan. Uzoq o'tmayla Oshilisi qaytadan tirilgan. Ham mangu o'lmaydigan bir xil odatga kelgan. Diqqat qilib anglang, bu hikoyaning eng qiziq yeri keldi. Bir odamni o'ltirib, nimishqa uni 14 parchaga ayirib 14 yerga yoshirib qo'ydi. Bu yerda Oshilisining insi uqilgandekla, agar aksining jasadini bir yerga kelsa u cho'qim qaytadan tirildi. Shunglashqa u qesdan yushirib qo'ygan. Emsa hozirgi fan texnikamizni moslashtirib bu hikoyani yana bir qatim o'ylab beqing. Qanday narsani mayli qancha parcha qilib bersangizmi, bir yerga kelgandan keyin uni yana bir qatim tirildira olasiz. U bo'lsa mashina odam. Qadimki Misrni izchil tashkilot odam bilan munosabatlik deb qaraydi. Shunglashqa nurg'ilgan odam qadimki Misrdagi tunji faravon Oshilisini tashkilot odamning mashina odam bo'lishi mumkin deb qaragan. Garchi sal g'ayronlangan bo'lsa-mu, buningdan sirt bu hikoyani yana qanday tushundigildi, rostla o'ylab topqilolmaydi ekan. Oshilisining qaytadan hayotlik erishganini ko'rib, agar biz jasadni yaxshi saqlay olsak, ularni bizni qaytadan tirildirdi deb mumiyani yasashni boshlagan. Mana bu bo'lib qolsa mumiyaning hikoyasi. Endi bu mumiyani zodi qanday yasaydi, buni tafsiliy so'zlamadim. Chunki anglab bo'lgandan keyin sal yarim bo'lib qolsiz. Misrda hozir necha ming mumiyani payqab bo'ldik. Lekin ansirmisiz bo'ldi. Hozirgacha hech qas midilab boqmadi. Shu holatda jimjit yetiliq. Lekin bilmaydigan bo'lishingiz mumkin. Mumiyan deydigan bu narsa qilli qolgan yo'qolib ketgili. 17-18-asrdan tortib Yevropada mumiyani yeyish moda bo'lib ketgan. Bu yerda xato anglab qolmadingiz. Yevropaliklar mumiyani yeyish qimroq. Bu yerda tek odatga odam mumiyani yemaydi. Mumiyani yeyma deyotgansiz, siz avval boy bo'lishingiz kerak. Asta-asta mumiyani yeyish bayqaqlarni o'tirdigan bir musobaqa bo'lib qolgan. Bir elin men tuniga 1000 yil bo'lgan mumiyani birini yedim desa, yana bir elin qopab men 1500 yil bo'lgan mumiyani yedim deb bezilishni boshlaydi. Shunlashqa 18-asr atrofida nurg'ulg'an odam Misrga berib mumiyani izlashni boshlagan. Ondan qo'lab topgan mumiyani Yevropa davlatiga bayqaq sotadi. Davr qancha uzun bo'lsa mumiyani shuncha qiymat sota oladi. Ham bu
yerda hayvonlarning surkini ishlatib bu mumiya deb sotgandim bor. Og'aydan bu rostli mumiyami deb so'sa, sotgan odam qo'lni manda qilib ketgan. Bayqaqlar texa ha bu chatoq yo'q degan gap deb tushungan. Balkim bu bayqaqlar hargiz o'ylab topolmashi mumkin. Bu qo'l harakatining ma'nosi o'qasa 30% degan gap. Bu mumiyan deydigan narsa ya tangsung olmasa. Yevropaliklar nimishqa mumiyani yeyish kamroq bo'lib qolgan. Bu yerda bir qancha nuqta bor. Birinchisi bo'lsa, Yevropaliklar qadimki Misrga nihoyat amroq. Yevropadagi bayqaqlar bu yerda chiqqan oltinlarni, zibzinetlarni yuqori bahoda sotib oldi. Albatta Misrda unchalik oltinlar yo'q. Barbara oldigan narsa qamg'ashqa, ular mumiyan deydigan narsaga qiziqib qolgan. Hamda bu bayqaqning o'rtasida kim taqatdi? Mumiyan har qanday kasalni davolay oladi deb. Shunlashqa bu haq yuqori bahoda mumiyani sotib olib yeyishni boshlagan. Ham ozli qolgan yeb tugitib o'tgan. Bu hargiz men to'qab chiqqan ish emas. Yevropaning tarixini izlab baqsangiz bu to'g'riliq mazmunni topa olasiz. Filmning boshlanishida deganga o'xshash. Qadimki Misr desak Alikram bilan mumiyan qaldimiz keldi. U ishkilisning hikoyasini anglab bo'lgandan keyin bir o'xshashlikni bayqay olasiz. U bosma bu yerda o'xshash yuqori fan texnikalik bir madaniyatni xotirlab ekan. Tunji mumiyan balki mashinadan bo'lib qolishi mumkin. Alikram degan narsaning boshqa roli bo'lib qolishi mumkin. Davrning taraqqiyotiga ergashib bu savollarni cho'qim asosda yechildi. Filmning oxirida agar siz davomli ishda sirliq, qiziqarli hikoyani anglamoqchi bo'lsangiz, bu filmga bir yurak besitib manga yashvagandan keyin inkasonga 8 ga yaqin yo'llab qo'yishni hargiz unutilib qo'ymang. Uning nasr azaldan Alikramning ishini ko'rib baxmagan bo'lsangiz, mening bosh betimni besab fansi topam kirishni texmbek unutilib qo'ymang. Har qatim bevas ko'z ochgan vaqtimda sizlarga Alikramning ishini ko'rsatib turib, Misrning tarixini tafsiliy so'zlab beraman.